Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitay tilini umumlaşdırış tüzümünün yenilənishi bastırışның ağırlaşqanlığından derak berməkdə. Xitay Şərq Türkistandakı irqiy qırğınçılıq cinayətinin qanuni niqablarından biri bolğan Atalmış Uyğur Avtonom rayonunun dövlət ortaq dili səviyyəsi sınıqını başqurish tüzümünü yeniləgan bolub, Xitayning mazkur başqurish tüzümünü o'zgartishi Şərq Türkistandakı bastırış, assimilyatsiya, til yiziqni cheklash qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosatining texmo ig'irlashadiganligidan derak bermoqda. Atalmış Uyğur Avtonom rayonluq ma'arif nazorati organtori 12 fevral Atalmış Uyğur Avtonom rayonunun dövlət ortaq dili səviyyəsi sınıqını başqurish tüzümü haqqidagi tushuntirishini e'lon qilgan. Torbətdə başqurish tüzümünün qayta tüzütilish arq görünüşünü tushuntirib, mazkur başqurish tüzümünün 2021 yili Atalmış Uyğur Avtonom rayonluq ma'arif nazorati 2003 yili 5 ayning 21 kuni ma'arif ministerligi chiqargan dövlət ortaq dili səviyyəsi sınıqını başqurish nizomi 16 numurluq buyruqqa asosan Atalmış Uyğur Avtonom rayonunun Xitay ortaq dili səviyyəsi tərbiyələş və sınaş başqurish tüzümünü tüzüb chiqqanligi 2022 yılı 1 ayda Ma'arif Ministerliği dövlət ortaq dili səviyyəsi sınıqını başqurish nizomi 51 numurluq buyruqni qayta tüzütüb, əslidəki nüsxəsinin əməldən qaldırılğanlığı, burunqi başqurish nizomining yeni davr tələblərinə mos kelmay qolganligi, əsli tüzümdəki xizmət tərəqqiyatıga mos kelmaydigan məzmunlarning tüzütülgənligi da'vo qilingan. Başqurish mexanizmi və xizmət məsuliyyəti cəhətdəki tüzütülgən məzmunlar içində Dövlət Kengashi til yiziq xizmət bölümünün bütün məmləkətlik sınaqlarını başqurduğanlığı, Atalmış Uyğur Avtonom rayonluq ma'arif nazoratining o'z rayondagi sınaqlarını başqurduğanlığı, hər yili sınaq mərkəzlərini baholab chiqadiganligi bildirilgan. Amalga oshiriladigan tədbirlər torda tərbiyələş, hər dərəcəlik sınaq punktlari və təşviqat qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Bu yil tüzütülüb e'lon qilingan Atalmış Uyğur Avtonom rayonunun dövlət ortaq dili səviyyəsi sınıqını başqurish tüzümüdə Xitay tilini öyrənishə qoyulğan tələb və yolğa qoyuş tədbirləri 2021 yili e'lon qilingan tüzümgə qaraganda texmo ching'itilgan. 2021 yili e'lon qilingan tüzümning 1-moddasida bu tüzüm dövlət ortaq dili səviyyəsi sınıqı başqurishni qiliblashtirish, dövlət ortaq dili yiziqini ishlatishni umumlashtirish uchun tuzildi deyilgan. Amma bu yil e'lon qilingan tüzümning 1-moddasida bu başqurish tüzümü rayonda dövlət ortaq dili səviyyəsi sınıqını başqurish xizmatini yana bir qadam kuchaytirish, rayonimizda dövlət ortaq dilini umumlashtirib ishiltish səviyyəsi sınıqı qoidasini texmo qiliblashtirish uchun tuzildi deyilgan. Yeni başqurish tüzümü 10 bab 77 modda bo'lib, buningda Xitoy tilini umumlashtirishni kuchaytirish va uningga xiloflik qilguvchilarning javobgarligini qanday surishti qilish qatorliq mazmunlar tilga ilingan. Xitoy yaqinqi yillarda yerlik nizom chiqarish nomida Atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, madaniyat orqali oziqlantirish, davlat o'rtaq tilini umumlashtirish qatorliq terror siyosatlarini qattiq ijro qilib, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning davomli kuchaytib ijro qilinadiganligidan bishorat bergan edi. Xitoy bu qatim e'lon qilgan Xitoy tilini umumlashtirish haqidagi nizomnoma orqali Uyg'urlar boshliq turkiy xalqlarga qarata Xitoy tilini majburlash terror siyosatini texmo ching'itgan. Xitoy ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharq Turkiston xalqini turli nomlar ostida bostirib kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon har xil bahonalar bilan Sharq Turkiston xalqining e'tiqodini, madaniyatini, til yiziqini, an'analarini uzil-kesil cheklab, har xil tuhmatlar bilan millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni jazo lageri va turmalarga qamab, irqiy qirg'inchilik yurgizib keldi. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli xalqaro jamiyatning besimiga uchragan bir paytda yerlik nizomnoma orqali jinoiy qilmishlarni qonunlashtirishga, kengaytirishga uringanligini, bu qatim tuzitib e'lon qilingan nizomnomaning Sharq Turkistonni xitoylashtirish, bostirish jinoyatining davom qiladiganligidan bishorat beradiganligini, Sharq Turkistondagi ig'ir vaziyatning qilcha o'zgarmaganligini yana bir qatim ko'rsatib berganligini ta'kidlashmoqda. Xitoy irqiy qirg'inchilikni yoshirish uchun qisqa sin musobaqasi tashkilladi.
Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun bu yilmi atalmish tumanlagan kishi Xinjiang to'g'risida so'zlash temasida qisqa sin musobaqasi tashkilladi. Atalmish Xinjiang radio televiziya stansiyasining 12 fevraldagi xabarida ma'lum bo'lishicha, 4-navbatlik atalmish tumanlagan kishi Xinjiang to'g'risida so'zlash temasidagi qisqa sin musobaqasiga asar qabul qilish boshlangan bo'lib, 30 aprelgacha davomlashadiganligi bildirilgan. Aloqador uqtirishda qisqa sinning uslubiga, shakliga cheklama yo'q ekanligi, ammo atalmish Uyg'ur avtonom rayonining iqtisodiy taraqqiyoti, sayohatchiligi, tarixiy qatorliq turli temalarda ijobiy mazmunlarni ta'sirli bayon qilishi kerakligi baholashdan keyin 180 qisqa sinning o'xshamagan darajalar bo'yicha mukofotlanganligi uqtirilgan. Uqtirishdagi butun dunyodan qisqa sin asari qabul qilindi degan jumlalar diqqat tortadigan bo'lib, Xitoy bilan hamkorlashayotgan, moslashayotgan bir turkum chet ellik to'r mashhurlari chet eldagi Xitoylar va oz bir qism Uyg'urlarni bu yolg'on tashviqot harakatiga ovoz qo'shishga undayotganligini ko'rib olish tas emas ekan. Musobaqa nomidagi mazkur yolg'on tashviqot harakati 2021 yildan tortib har yili bir qatim o'tkazilib kelayotgan bo'lib, Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish, pardozlash uchun qo'llanib kelmoqda. Samoa hukumati Xitoy xakerlarini aybladi. Samoa hukumati Xitoy xakerlar guruhining davlat organlariga qaratgan to'r hujumini aybladi. Avstraliya ABC to'rining 12 fevral xabar qilishicha, Samoa hukumati Xitoy rejimi qo'llayotgan APT-40 xakerlar guruhining o'zlarining hukumati va muhim aslahalarga to'r hujumi qo'zg'aganligini ayblagan. Bildirilishicha, bu tunji qatim bir Tinch okean davlatining Xitoy rejimiga chetishlik xakerlar guruhisini to'r josuslik qilmishi bilan ayblashi bo'lib, Samoa hukumati Xitoy kompartiyasi qo'llagan APT-40 guruhining ig'ir tahdid ekanligini ta'kidlagan. Avstraliya amaldorlari Samoa hukumatining bu ogohlantirishini Tinch okean rayonining to'r mudofaa kuchini oshirishdagi muhim qadam deb maqtagan va boshqa davlatlarni o'zlarining to'r tahdidi jihatdagi tajribalarini o'rtoqlashishga rag'batlantirgan. Ammo Xitoy rejimi to'r hujumi faoliyatlariga chetishlik ekanligini inkor qilgan. G'azzada urush to'xtatish kelishimi xavfga duch keldi. G'azzada urush to'xtatish kelishimi xavfga duch kelgan bo'lib, Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu keskin jangning asliga keladiganligi haqida tahdid solgan. New York vaqti gazetining 12 fevral xabar qilishicha, G'azzada ijro qilinayotgan urush to'xtatish kelishimi xavfga duch kelgan bo'lib, Isroiliya bosh ministri Netanyahu tahdid solib, agar shanba kunigacha asirlar qo'yib berilmagan taqdirda urush to'xtatish kelishimi oxirlashib, harbiy harakatning qayta boshlanganligini bildirgan. Bildirilishicha, bu ogohlantirish Hamasning keyingi asir qo'yib berish harakatini kechiktirganligini jakarlagandan keyin o'tirg'a chiqqan. Netanyahu buni kelishimga xiloflik qilish deb qaragan bo'lib, Netanyahuning so'zi rayonga qo'shimcha qism avatib, harbiy harakatni davomlashtiradiganligini ko'rsatdi ekan. Tahlilchilar vaqt cheklamasi to'shishdan burun kelishimga qaytish mumkinchiligi borligi, ammo agar urush to'xtatish muddati to'shqanda vaqt uzartilmasa, mart oyida texnik cho'ng krizis yuz berishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirgan. Netanyahuning bu so'zlari uning Amerika ziyorati jarayonida Donald Trampning Hamasni ogohlantirib, butun asirlar shanba kuni tushgacha qo'yib berilishi kerak. Agar qo'yib berilmasa, G'azza jahannamga aylandi degan tahdidlar bilan o'xshash bo'lishi diqqat qo'zg'adi. Daniya istixborot idorasi Rossiyaning Yevropada cho'ng urush qo'zg'ashi mumkinligini ilgari surdi. Daniya davlat mudofaa istixborot idorasi Ukrainadagi urush oxirlashsa, Rossiyaning 5 yil ichida Yevropada cho'ng bir urush qo'zg'ashi mumkinligi haqida ogohlantirish e'lon qildi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Daniya davlat mudofaa istixborot idorasi istixborot doklati e'lon qilib, Rossiyaning harbiy aslahalarini zamonaviylashtirganligini va harbiy aslaha ishlab chiqarishni ko'paytirganligini bildirgan. Doklatda Rossiyaning harbiy kuchini saqlab qolganligi, ammo Daniyaga qaratilgan harbiy hujum tahdidining yo'qligi uqtirilgan. Doklat yana Rossiyaning Shimoliy qutb rayonini o'z ichiga olgan holda dengiz rayonlarini kontrol qilish orzusining borligi ta'kidlangan bo'lib, Rossiyaning o'zini g'arb bilan to'qinish holatida deb qaraydiganligi hamda NATO bilan urushga tayyorlanayotganligi bu ahvolning Rossiyaning harbiy kuch ishlatilish istikini kuchaytirishi mumkinligi eskartilgan.
Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugünkü xabarlarımız bu yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.